Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Spalnili avtobus bemalol yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Barchaga kerakli bo'lgan birinchi o'rinda Wi-Fi tizimi bor. Hozir esa yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Almaty. Almatyga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 515 ming. Qancha? 515? 515 mingga xarid qildilar. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz yoki? Yo'q, birinchi marta. Birinchi martami? Qulayliklar haqida nima deya olasiz? Zo'r. Yaxshimi yotib ketish? Yotib ketish. Rahmat. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilib qolamiz. Muhimi qonuniymikan? Qonuniy ekan. Rahmat kattakon sizga. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi. Astanaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 515. 515 mingga xarid qildingiz. Kimdir sizga tavsiya qildimi? Chunki Spalnili avtobuslarimiz endi yo'lga qo'yildi. Tavsiya qildi. Yaqinlaringizmi? Yaqinlar. Ha, qonuniymikan? Qonuniy. Boshqalarga ham tavsiya Tavsiya qilarmisiz? qilamiz, ha. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Astana Astanaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 515 mingdan xarid qildim. 515 mingdan. Hamma narsasi yaxshi ekan, zo'r ekan. Rahmat. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Yo'q, foydalanganim yo'q. Birinchi marta, lekin qulayliklar bor, yaxshi hammasi. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga, yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Astana Astanaga bilet narximizni qanchadan xarid qildingiz? 515 mingga xarid qildim. Nima qonuniymikan? Albatta qonuniy kassadan sotib oldik. Aha. Kimdir sizga tavsiya qildimi yoki o'zingiz Yo'q, qandaydir? o'zim 5 yildan beri boraman. O'zingiz keldingiz. O'zim ketyapman. Har yili boraman, 5-6 yildan beri. Bir joyga boraman. Boshqalarga ham tavsiya qilarmidingiz? Albatta. Sharoit, qulayliklar yaxshimikan? Avtobusda ham komfort hamma yaxshi. Rahmat kattakon. Rahmat, yaxshi yetib oling. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, 2-qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Tanlovda adashmang. Xayr, salomat.